bitta zo'r narsani tushundim. Hozir men sizga bu sekretni aytaman va sizda ham 100% natija qilgan niyatingiz shunday amalga oshib ketishini ko'rib hayron qolasiz. Pakka bu videoni hech kimga jo'natmay turing. Birinchi hozir aytadigan texnikamdan foydalaning. Natija bo'lsin, keyin do'stlaringiz bilan ham bo'lishing, lekin natijani ko'rasiz inshaalloh. Chunki men o'zimda bu texnikani qachon ishlatsam srazu yaxshi natijalarni ko'raman. Shuning uchun обязательно sizga ham tavsiya qilaman. Videoni oxirigacha tomosha qilib, tushunib, qanaqa texnika, qanday foydalanish kerak, tushunchaga ega bo'lib, keyin buni qilib ko'ring va главный judayam mo'jiza albatta bo'ladi. Albatta, mana shu texnikadan keyin mo'jizani ko'rasiz, chunki bitta narsani tushundim men. Dunyo o'zini texnikalariga ega. Bu dunyoga insonlar yuboriladi nima uchun? Siz ba'zi bir qoidalarni o'rganishingiz uchun. Ya'ni mumkin bo'lmagan narsalar bor. Biz o'sha narsalarni qilib yuramiz va shu narsalar biz ishlarimizni orqaga tortadi. Siz ming bilimli bo'lmay, dunyo qoidalariga amal qilmasangiz, ya'ni Alloh yaratgan qoidalarga amal qilmasangiz, bu dunyoda tez ishingiz yurishmaydi, qayta sinovlar berilaveradi toki siz mana shu narsani anglamagunizcha. Shuning uchun hozir men sizga bu narsani tushuntirmoqchiman. Xullas, siz bu dunyoga kelib, har bitta insonni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar seva olish, uni qabul qilish darajasiga yetib kelishingiz kerak. Ya'ni darajalar bor. Hali siz kimgadir yuragingizda nafrat bo'lsa, kimdir qabul qila olmasangiz, kimdir sizni doim asabingizga tegib tursa, kimdir gapini eshitib g'ashingiz kelsa, kimdir qilig'i yoqmasa, demak siz hali keyingi urovengga, ya'ni bu dunyo xuddi o'yinga o'xshaydi. Ya'ni urovenlari bor, o'zini uroveni. Siz qaysidir kачествоlarni o'zingizda shakllantirmagunizcha keyingi urovengga o'tmaysiz. Ya'ni keyingi pog'onaga o'tmaysiz ekan. Realni ishlaydi. Hozir men sizga tushuntiraman. Qarang, siz mana bu urovenda, ya'ni insonning vibratsiyasi juda past bo'ladi va mana shu urovenda turgan bo'ladi. Ya'ni siz kimnidir, atrofingizdagi insonlarni, umuman videoda ko'rib turgan insonlaringiz yoqmasa, g'ashingiz kelsa, asabingiz buzilsa, konkurentlikka borib, nimaga uzr, nimaga mana bunaqaga borsangiz, hali siz pastroq urovenda turibsiz. Bu siz yomon degani emas. Bu degani siz bu yerda trenirovka qilib, shunaqa fikrga kelishingiz kerakki, bu dunyoda hamma bir xil, hamma teng, mendan zo'r, mendan pasti yo'q va men hamma insonlarni birdek sevaman degan fikrga kelishingiz kerak. Bu qanday amalga oshiriladi? Hozir men sizga aytaman. Juda ham oson, hayron qolasiz. Menda bunaqa holat sodir bo'ldi. Men nimagadir 3-4 ta odamni judayam yomon ko'rib qoldim. Ular haqida eshitsam, ular haqida fikr kelsa va shu nafrat uyg'onib, menga mana shunaqa qilishgan, noto'g'ri qilgan, sizga qattiq anaqa zug'um o'tkazishgan bo'lsa ham, ularni kechirib, ularni seva olish holatiga kelishingiz kerak. Mana shu urovendan o'tgan insonlarga ularni qilgan niyati mana shunday amalga oshib ketadi. Ya'ni bu urovendagi insonlarning hammasida konkurentlari bo'ladi, dushmanlari bo'ladi, ular yomon ko'rgan insonlari bo'ladi, g'azabga soladi kimlardir ularni. Demak, siz hali keyingi urovengga o'tmagansiz, lekin bu urovenda turib ham insonlar katta narsalarga erishib ketishi mumkin. Ular ko'pincha shayton orqali amalga oshirilayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki mana shu urovenda turgan insonlar, ular hali ko'nglida g'arazlik bor, ko'nglida kiri bor va ular ko'pincha shayton orqali boshqarayotgan bo'ladi. To'g'ri, Alloh deymiz, boshqa deymiz. Masalan, o'sha vaqtimga qarasam, men ham yaratgan egam, dirdim, gaplashardim, hamma narsalarga shukr qilardim. Lekin meni qalbimda kirlik bor edi. Men masalan hech nima yomonlik qilmasam ham menga qilishdi degan narsa bor edi. Bu narsa bekorga berilmaydi Allohdan. Sizni sinab ko'riladi. Qani siz eng tuban holatda, eng yomon sizga zug'um o'tkazishsa ham boshqa insonlar ularni kechira olasizmi? Qo'yib yubora olasizmi?
Ya'ni Allohda bor hislatlar bandalarda ham bo'lishini xohlaydi Alloh va mana bu sinov, bu test hisoblanadi. Bu uровеньdan o'tgan insonlarga niyat qildingizmi bo'ldi, amalga oshib ketaveradi. Shuning uchun shunaqa zo'r texnika. Hozir oxirigacha tushuntiraman, oxirigacha ko'ring va mazza qilib borasiz. Umuman hayotingiz o'zgarib ketadi. Javob beraman gapimga. Shaytonning maqsadi nima? U insonlarni bir-biriga dushman qilish. Birinchi oilalarni, keyin masalan qanaqadir video chiqib qoladi, ertagi odamni gapida sizga xunuk qilib ko'rsatadi. Ko'chadagi odamlar yomon, uyingdagilar yomon, hammani konkurent yomon. Masalan kimdir sizga sal не то gapirsa, yoki qaynonalar misol uchun zug'um o'tkazishadi, kelinlar yillab bu narsalarni qalbida saqlab yuradi. Bu nimadan? Shayton o'sha inson mana senga yomonlik qildi, ko'rdingmi? Yomon, ya'ni odamlarni bir-biriga yomon qilish shaytonning birinchi vazifasi hisoblanadi. Shunda u yutgan bo'ladi. Ya'ni Allohga mana ko'rdingmi, bandalaring ham bir-biri bilan konkurensiyaga boryapti. Mana ko'rdingmi degan narsa, mana shu narsani isbotlab berish xohlaydi. Shuning uchun ham u jannatdan quvilgan va biz buni amalga oshirib beramiz. Qachonki siz uni nayrangda o'ynab yotibsizmi, siz hali keyingi pog'onaga o'tmadingiz. Hozir insonlar judayam hamma narsani tushunishyapti. Ya'ni bu dunyo shunchaki sinov va mana shunaqa sinovlardan iboratligini tushunib, o'sha keyingi уровеньlarga o'tib ketishyapti, judayam zo'r o'sishyapti. Shunaqa yaxshi ko'rib ketaman. O'sayotgan qizlarni, yigitlarni ko'rsam va har bir inson bu bilimdan foydalanishini xohlayman. Ya'ni mana shu уровеньda qolmasligingiz kerak. Demak, bundan qanday qilib biz keyingi уровеньga o'tamiz? Buning uchun biz hamma insonlarni tasavvur qilib chiqing. Siz ularni обсуждать qilgan, ya'ni siz ularni muhokama qilgan insonlaringizni hammasini tasavvur qilib chiqing. Kim sizga sal yoqmaydi, kim sizga qattiq azob berdi, kimdan nafratlanasiz, hammasini ko'zingiz yoniga keltiring va ko'pchilik bizga kechirishimiz kerak deb o'rgatadi, lekin eng asosiy sekret mana shu joyini eslab qoling. Siz albatta ularni kechirganingizdan keyin ularga bo'lgan muhabbatni yaratishingiz kerak. Mana shu главный sekretini aytyapman sizga. Mana shu narsani amalga oshirganimdan keyin hayotim avvalgi va keyingi bo'limlarga ajralib qoldi. Sizlarniki ham shunday bo'lishini niyat qilaman. Shuning uchun qalbingizda umuman hech bir insonga nisbatan zarracha g'araz bo'lmasligiga tarbiyalashingiz kerak. Hamma insonni bir xil ko'rishingiz kerak. Ayniqsa muhokama. Hech kimni muhokama qilish mumkin emas, absolyutno. Men ham juda ko'p muhokama qilganman. U xato qilyapti, bu bunaqa qilyapti. Hammani gapirib chiqib va hammani nima uchun unday qilganini keyin siz ham tatib ko'rasiz. Nima uchun o'sha inson o'zini o'sha vaqt yomon tutdi, nimaga bunday qildi. Keyin siz ham gapirgan joyingizda yashaysiz. Mana shu juda ham bir achinarli holat. Hamma biz bir-birimizni gapiramiz, обсуждать qilamiz, unday qilibdi, bunday debdi. Umuman mumkin emas bizaga shu narsani вообще bir yozib doska qilib qo'yishimiz kerak. Muhokama qilish mumkin emas, hech kimga gapirishimiz mumkin emas. Bu yana bitta qoidalardan bittasi. O'zim hayotimda sinab ko'rib, lekin aytgim kelmasdi, chunki juda ham qiynalib, qattiq ko'z yoshlar, qattiq azoblar bilan bu narsani men hayotimda yashab angladim. Voy, shunday qilsang mana shunaqa bo'lar ekan. Oson shunday qo'yib yuborish kerak. Alamni, g'azablarni, odamlarga bo'lgan nafratingizni вообще qo'yib yuboring, резкий hayotingiz uchib ketadi. Umuman raketa tezligida hamma qilgan niyatlaringiz kirib keladi. Chunki menda xuddi shunday bo'lgandi. Ya'ni men qattiq azob, ya'ni meni qattiq nafratim bor edi. Men dushman deb bilardim shu turda insonlarni
va ularni kechirishga harakat qilib, har doim hayolimda ushlab turardim. Ular menga shunaqa qilishdi, nimaga, nima haqqi bordim, men o'zim ahmoqdim. Mana shu narsa kallamda tinmasdan aylanaverardi. Men o'solmasdim. Bunaqa holatda o'solmaysiz. Bu narsani ko'proq shayton sizni miyangizda ushlab turishga, doim eslatishga harakat qiladi. Chunki siz mana shu kichkina уровеньda qolib ketishingiz kerak, o'smasligingiz uchun va qancha ko'p insonlarni shayton mana shu yerda ushlab tura olsa, u demak Allohga isbotlamoqchi. Yuqorida aytganimdek, mana sani maqtagan bandalaring ham bir-biriga mana shunaqa nafrat, g'azab, ularni ham ya'ni ko'ra olmaslik bor, menga o'xshagan ular ham degan ma'noda mana shu tochkada ushlab turishga harakat qiladi. Va ko'pchilik psixologlar, hammalarni hurmat qilaman. Ya'ni psixologlar shunday deyishadi deganimdan sira yomon narsani topmang. Hammalarni juda ham yaxshi ko'raman. Eshitib o'zimni to'g'irlab mana shu fikrlarga keldim men ham. Lekin faqat biza kechirishimiz kerak deb o'rgatiladi. Bu ham to'g'ri. Siz kechirishingiz kerak. Lekin ayni mana sekretni joyi siz kechirib, o'sha kechirgan narsangizni sevgiga aylantirasiz. Hozir men sizga oxirida aytaman, bu qanday qilinadi. Ya'ni muhabbatga aylantirilishi kerak bu narsa. Toki siz o'sha narsani muhabbatga olmagunizcha yuragingizdagi o'sha insonlarga nisbatan ushlab turgan g'arazingizni siz hech qachon kechira olmas ekansiz. Mana kechiraman, kechirishim kerak deb men bu narsani uzoq ushlab turdim, lekin bu narsa birdan ketadi-da, kechiraverasiz siz va yana qaytib keladi, yana ketadi, yana qaytib keladi. Va bu doim sizni qiynaydi. Men kechira olmayapman deb yurasizlar. Bu videodan keyin siz ham kechirasiz, ham ularni sevasiz va hayotingizda vasha maksimalniy o'zgarishlar bo'lib ketadi. Nimaga biz avvalasi kechirishimiz kerak? Ya'ni bu yaratgan egam tarafidan sizga berib ko'rildi, o'sha sinov berildi. Sizga azob berishdi 3-4 ta insonlar va o'sha insonlar bilan siz qachonki ularni kechirmas ekansiz, ular bilan siz ip o'rtalaringizda mana bunaqa bog'liqlik bo'lib turibdi. Ya'ni siz ularga nafrat jo'natasiz, ular sizga nafrat jo'natadi, nafrat almashinib yotadi va asosan siz jo'natgan nafratingiz, agar ular yaratgan egamdan o'sha qilmishlari uchun kechirim so'rab, kechirib yuborgan bo'lsa Alloh, bu nafratingiz o'zingizda qoladi va bu sizni yeydi. Bu juda ham kattaradi bu nafrat va bu kattarib bizning ichimizda kasallik, zahar, har xil o'simtalar, keraksiz narsalarni paydo qiladi va biz yana ham battar bu narsadan qiynalamiz. O'zi bizga azob berishgandi-ku. Endi ularga yuborayotgan mana shu negativ narsalarimiz, agar Alloh ularni kechirib yuborgan bo'lsa, ularga tegmaydi-da, yana o'zingizga qaytib keladi-da. Endi bu narsa sizni yimirishni boshlaydi. Shuning uchun bu arqonni umuman uzib tashlash kerak emas, svязь ushlab turish. Eski o'tib ketgan narsalar umuman siz mana shu aziz hayotingizni bugun yana yangi kun berildi. Allohim yana yangi nafas. Qarang qancha ichingizda qon aylanyapti, hamma organlaringiz sizga ishlayapti. Siz esa ularni nimaga sarflayapsiz? Yana eski o'sha vaqtda kimdir meni shunaqa degdi, xafa qiluvdi. Вообще qo'yib yuboring, mayli. Siz haqingizda gapirishsa, boshqa qilishsa, siz gunohlaringiz to'kilib ketaveradi. Shuning uchun bu narsani qo'yib yuborib, ularni muhabbatga aylantiramiz. Muhabbat qanaqa bo'ladi? Endi asosiy anaqasini tushuntiraman. Siz hamma xafa qilgan insonlar, konkurentlaringizmi, kim sizga yoqmaydi, hammalarini ko'z oldingizga keltirasizda. Ular ham inson. Ular ham xato qilishga haqqi bor. Может, kichkinaliklarda qanaqadir muhabbat olisha olmagandir, ota-onalari faqat ish bilan band bo'lib, o'zlariga bo'lgan ishonchi tushib ketib va boshqa insonlarni ham qandaydir yirgitqilari kelgandir. Ular ham xato qilishadi. Ular ham kechirib yuborish kerak bu narsani. Agar ularni sizni surati bo'lsa, juda ham zo'r bo'ladi. Suratlariga qarab
har bitta sizni asabingizga tegadigan, sizga qattiq g'azab bergan insonlarni xayolan bo'lsa, xayolan yoki suratlariga qarab, man sizni kechiraman, siz ham bekorga qilmagansiz deb ko'ring, sizni ko'zingizdan yosh otilib chiqib ketadi. Shunaqa qalbingiz yumshab, yengil bo'lasiz. Siz ham cho'mmagansiz, siz ham xato qilgansiz deyin ularni rasmlariga qarab. Rasmlari yo'q bo'lsa, ko'z oldingizga keltiring o'sha insonlarni. Shunaqa muvaffaqiyat tilang, konkurentlaringiz bo'lsa agar, вообще o'sha insonni shunaqa muvaffaqiyatda tasavvur qiling. Atrofdagi insonlaringizga qanaqa tasavvur jo'natsangiz, o'sha narsa sizda paydo bo'lishni boshlar ekan. Ayniqsa bu o'zingiz do'stlaringizga, siz yaxshi ko'rgan insonlarga emas, siz yomon ko'rgan insonlarga qila olsangiz, bu вообще bilasizmi? Yaratgan egam shunaqa sizni yaxshi ko'rib sevib ketadi. Chunki Alloh qarang, hammani kechiradi, hammani sevadi. Qanaqangi biza yomon ishlar qilmaylik, bizani Alloh sevadi, qo'llab-quvvatlab, shu vaqtgacha masalan men ham qanaqadir gunohlar qilgandirman, mumkin bo'lmagan, lekin haligacha meni taomlantiradi, kechirib yuborgan. Siz ham yaratgan egam o'sha xislatlaridan olib, ayniqsa siz yaxshi ko'rgan insonlardan ko'ra siz yomon ko'rgan insonlarga yaxshilik tilay olsangiz, вообще mana shu sekreti hisoblanadi. Mana shu qoida sizga juda ham katta yaxshiliklar keltiradi. Hamma konkurentlaringizga, hamma sizga yomon tuyuladigan, g'arazli tuyuladigan, hamma yomon ko'rgan insonlaringizni kechiringda, ularga yaxshilik tilang. Tasavvuringizda o'sha yomon ko'rgan insoningizni Alloh ham shunaqa o'sha insonni ishlari yaxshi bo'lib ketsin, faqat chin dildan qiling. Shunchaki bo'lsa bo'lmaydi. Chin dildan yaxshilik tilang. Shunaqa ularni sayohatlarda farzandlari bilan baxtli, xursand, kulib turganini, pullari ko'payib ketganini, oilalari va o'sha zo'rligini ko'ring, tasavvur qiling. Biza faqatgina qilib bir-birimizga g'araz yomonlik tilaydigan mavjudotlar emasmiz. Men hali shunaqa videolar qo'yaman. Biz umuman boshqacha, Alloh tomonidan yaratilgan mo'jiza biz. Mana shu joyda shunaqa ham mo'jizalar sodir bo'ladi va hammalaring bu narsalarni qilib ko'ringlar-da. Umuman hayotdan g'arazli anaqa narsalar yo'qolib, zo'r bo'lib ketsin dunyomiz, hayotimiz, insonlar bir-biriga nisbatan juda ham zo'r munosabatda bo'lsin. Bu degani masalan, endi men kechirdim, endi men ularni sevdim, endi men ularga telefon qilib turishim kerakmi, endi gaplashib turishim kerakmi ular bilan? Yo'q, shart emas. Shunchaki qalbingizda qo'yib yuboring, ularga yaxshilik tilangin. O'sha siz fikrlaringiz, xayolingizda o'tirib olib sizni yeydigan, senga shunaqa qiluvdi, senga shunaqa qiluvdi degan fikrlar umuman chiqib ketadi, yo'qolib, o'zingiz bilan ovora bo'lib qolasiz. Sizni hayotingizga ideyalar kelishni boshlaydi. Men bunaqa qilsam deb o'sha insonga har xil ideyalar keladiganda, u Alloh jo'natadigan bo'ladi. Mana shunaqa, bunaqa deb keyin o'sha narsalarni amalga oshirishni boshlaysiz. O'sha bir-ikkita qadam tashlaganingizdan g'izillab amalga oshib ketadi hamma qilgan niyatlaringiz. Menda Instagram bilan shunaqa bo'lgandi. Ya'ni men obunachi yig'ishni juda ham xohlagandim. Menda 2000 tacha obunachi bor, video qo'yib borardim. Lekin mana shu texnikani qilib ko'rganimdan keyin rezki obunachilarim uchib, вообще почти bir oy ichida, именно mana shu texnikani qilganimdan keyin bir oy ichida yog'ilib ketdi odam. Вообще yaqinda 100 mingtaga yetamiz. Instagramda, YouTube'imda ham 50 mingtadan oshib ketdi. Va sizni hayotingizda ham juda katta mo'jizalar keladi. O'sha yuragingizda ushlab turgan niyatingiz rezki amalga oshib ketadi. Men bunga ishonaman va bu narsa amalga oshgandan keyin bu videoni hammaga jo'nating, tanishlaringiz qilishsin, ular ham o'sha kim yomon ko'rib turgan bo'lishsa, sevgi jo'natishsin, ularga muhabbat bilan qarashsin. Ularni o'sayotganini, ko'karayotganini ko'rsin, xayolida ko'rsin, tasavvur qilsin va вообще
umuman til ojizman, hali shunaqa ko'p narsa gapirgim kelyapti. O'zi 10 minut gapirmoqchi edim, 25 minut bo'lib ketibdi. Shuning uchun bu videoni yakunlayman, lekin agar men bu narsani qila olmayapman bir o'zim deydigan bo'lsangiz, men yana bitta katta mana shu temada video tayyorlab Telegramga joylab qo'yaman va bunga kirish pulli bo'ladi. Xohlasangiz pastda nomer qoldiraman, o'sha nomerga yozib, men o'sha kechirim anaqasini olmoqchiman desangiz, to'lov qilib kichkina summa qilib qo'yaman. Unaqa katta vahimali bo'lmaydi, что siz ham osongina to'lab, osongina mana shu narsani olib yana ham yaxshi foydalanishingiz mumkin. Lekin agar yo meni pulim yo'q deydigan bo'lsangiz, prosta foydalaning, shu joyigacha foydalaning. Agar pulingiz bo'lsa, uni ham sotib olsangiz, вообще zo'r narsa. Yana ham tezroq yordam beradi. Yana men praktikalarim bilan, yana men qanaqa qilib qilganim bilan siz bilan chuqurroq bo'lishaman. Ya'ni chuqurroq mana shu tozalab amalga oshiramiz va bu narsani men amalga oshirganimdan keyin shunaqa yuragim borku, mashatimda har doim qorali, baribir xirali borligini sezardimda. Shunaqa ochilib ketdi, yorug' quyosh porlayotgandek hozir meni yuragimda. Kimdir menga yomonlik, meni qulog'imga umuman kirmaydi, menga farqi yo'q. Hammani birdek yaxshi ko'raman. Boshqa videolarimni ham ko'ring. Sizga albatta men yaxshilik ulashmoqchiman. Hamma men bosib o'tgan yo'llarim bilan, qilgan texnikalarim sizga ham yordam berishini xohlayman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha, Feruza siz bilan bo'ldi.